yosh edi. Men ismim Zuhra, 33 yoshdaman. 4 ta farzandim bor. Aha. Shu farzandlar hammasi massaj olgan ayol buni aytganlar-da, massaj qilsang, mana shu o'rgansang, uyda o'tirib ham pul topasan degan. Aha. Shularga qiziqib men ham keldim. O'zi 5-6 yil oldin o'qiganman, Yunusobodda Tamxonnurda. Aha. 3 oy o'qiganman, lekin o'qimadim. Faqat yozdiram. Yordam o'sha ayoldan ana qilardim. Uni orasidagi bolalarim borardi, o'sha paytda qarab o'tirardim-da, nazar solib qanaqa qilyapti. Shunaqa qilib qiziqishim bo'lib, mana keldim mana. Hozir qachon qatnaysiz? 6-chi tumanida turaman. O'zim Toshkentman. Tushunarli. Shu. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Siz? Ismim Mahliyo. O'zizda o'quvchingizda o'qib bitirganman. Qaysi o'quvchimda bitirdingiz? Endi qachon o'qiganimni bilmayman.